Tushda qo'y qo'zi ko'rishning ta'birlari. Tushda qo'y qo'zi ko'rish kuch-quvvat, halol mol, farzand, hurmatli zot, najot, g'alaba, shifo, maqsadga erishish deb ta'bir qilinadi. Qo'chqor obro'li, kuchli insonga ishoradir. Tushida qo'chqori borligini ko'rgan kishi hurmatga sazovor bo'ladi. Qo'chqor olish uchun savdolashganini ko'rgan kishiga hurmatli inson muhtoj bo'ladi. Qo'chqorning o'lganini ko'rish mantiqli zotning vafotiga, uning so'yilganini ko'rish shunday kishining o'ldirilishiga ishoradir. Go'shtidan yeyilsa, molning tarqatilishidan darak beradi. Go'shtining pishirilgani va undan yeganini ko'rgan kishi yaqin odamidan ayriladi. Qo'y itoatkor xotin va oson erishiladigan halol rizqdir. Qo'zichoq esa o'g'ilning farzandi va murod hisoblanadi. Tushida qo'y ko'rgan, uni so'ygan kishi hammadan ustun bo'ladi. Qo'yning terisini ishilib, go'shtini xomtalash qilgan kishining hurmati ortadi, ammo boyligi qo'ldan ketadi. Qo'chqorlarga ega chiqqanini ko'rgan kishi mas'ul lavozimni egallaydi. Qo'chqorning terisini shilgan kishi boyiydi. Qo'y boqqanini ko'rgan kishi katta boylikka ega bo'ladi. Qo'yni so'yib, go'shtidan yegan kishi maqsadga yetadi. Qo'zichoq va uloq ko'rish farzand va foydali ishga ishoradir. Qo'y go'shti yeyish xafagarchilikdan darak beradi. Qo'y go'shtini chaynab turgan kishi taniqli zot bilan tanishadi. Qo'yning kallasini yegan kishining umri uzoq, kelajagi porloq bo'ladi. Go'shtini yeyishni istamagan holda qo'yni so'yganini ko'rgan kishi bir qizga uylanadi. Uyidan qo'y chiqqani yoki o'g'irlanganini ko'rgan kishi turmush o'rtog'idan ayriladi. Qo'yning qo'zilashi mulkchilik, farovon hayotga ishoradir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani biluvchi zot yolg'iz Allohdir.